Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz va obunachlarimiz. Mana bugun Toshkent Motor Jak rasmiy dillerdan Xudo xolisa Surxondaryoga Jak M3imizni Xudo xolisa topshiryapti. Surxondaryoning o'zida filialimizga to'lov qilib Toshkentdan mashinani olib chiqib ketishyapti. Akbar aka, avvalambor assalomu alaykum aka. Hozirda yaxshimi, tartibmizmi aka? Mashina ma'qul keldimi aka? Ma'qul keldi. Mashinami. Ketsa bu Surxondaryoga ketyapti. Termiz shahriga ketyapti. Yo'ldan to'lov qilib bu yerdan olib chiqib ketyapti. Hurmatli xaridorlar, mana bularga Xudo xolis bonuslariga o'sha aytilgan narsalar hamma narsasi qilib berilyapti. Xudoga shukr, mana akamiz rozi bo'lib chiqib ketyapti. Aka, nima deysiz firmamiz haqida bir kamchiliklar bo'lmadimi biz tomondan? Kecha to'lov o'tkazib, bugun kelib ketyapti. Aka, mana shu suratga bora bo'lsin aka. 10 kun ichida nomer taksiz bo'ladi. 10 kungacha biz nomer taksiz bo'ladi. Aka, ta'minat bundan avvallar nasib qilib, shu vaqtda barakat aka. Hurmatli xaridorlarimiz, sizlarga ham shu mashinadan kerak bo'lsa, bemalol pastga raqamli aloqaga chiqinglar. Chiroyli xizmatlarni qilib beramiz. Hammaga yaxshi kunlar nasib qilsin. Toshkent Motor sifat qiymatlar sundir. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.